Yerga lokatsiyani lekin biri ekan, a? Ha, lokatsiya juda hozirgi kunda zamon o'zgarib ketyapti, biznes rivojlanib ketyapti. Endi Abu Saxiyni bilasiz, uni ta'riflash hojati yo'q. Odamlarni qancha kelib, qancha o'tishini ham ta'riflash Bu Toshkent deyolmaymiz, O'zbekistonni kerak bo'lsa biznes markazlaridan bittasi. Ha, viloyat kiruvchi shu yerda. Abu Saxiyni mana masjidi, mana darvozasi. Mana darvozasi. Mana ro'parasida lokatsiya. Lokatsiya. Bizning joyimiz shuni ro'parasida bo'lyapti. Ro'parasida. 35 sotixli joy. 35 sotuq, 035 GA. 035 GA, 35 035 GA deganingiz 35 sotuq. 35 sotuq bo'ladi gektar, ha. Xo'p, kiraverish darvoza, katta mashinalar. Darvoza. Katta mashina, kichkina mashina, даже kichkina mashina ikkita yo'lli qilishga ham mo'ljallangan. Undan keyin buni orqasida chiqishga ham yo'lga tashab ketilgan. Mana hujjat bo'yicha o'zi joyimiz bor. Chiqsa, bu yoqdan ham chiqsa bo'ladi. Xohlasa mana shu o'zidan kirib chiqishadi yoki bu yoqdan yana yonidan ham ochsa bo'ladi. Endi o'zligini tanaqaligiga qarab. Uch taraflama ko'cha qursa bo'ladimi? Любой, xohlagan joyingizdan ko'cha ochib olasiz. Lekin bu oldi ketadi-da chunki. Oldi ketgandan keyin bo'ldi, уже siz bu yoqni распоряжение qayerdan ochishsiz o'zingiz hal. Bo'ldi, tushundim. Kirib keldik, mana ikkita zdaniya bu ofisga mo'ljallagansiz. Bu eski ofis bo'lgan, bu ilgari plyonka sex bo'lgan. Mana o'zim akam bu yerda boshida ishlab chiqarishni boshlagan. Mashdan oyoqqa turib biznesni keyinchalik rivojlantirib, hozirgi kunda O'zbekistonda tramplin bo'lgan ekanda. Hozirgi kunda O'zbekistonda eng ko'zga ko'ringan tadbirkorlardan bittasi. Otlarni aytmaymiz. Otlarni aytmaymiz. Otlarni aytmaymiz. Xo'p, bo'ldi, shuni kirib keldik. Bu joy o'zi tega aslida производственный kompleks bo'lgan, производственный joy bo'lgan. Hozirgi kunda endi hamma yog'ingizda o'sha kommersiya, mana bu yoqda gostinitsa, orqamizda turar joylar, mana bu yoqda noturar joylarda. Bu o'zi bu yerga masalan производство qilish, ishlab chiqarish qilish уже не то. Bu joy emas. Maksimal darajada foydalanish kerak. Buni maksimal darajada foydalanish kerak. Endi bizni men o'zim masalan shaxsan shu bir necha yil davomida shu akam yonida ishlaganman, ish o'rganganman, tajriba to'plaganman. Endi qisqa qilib aytganda men o'zim ishlab chiqaruvchiman. Ishlab chiqaruv sohasidan chiqqan odamman. Ruschalab aytganda производственник. Производственник. O'shaning uchun men endi bunaqa noturar joylar yoki turar joylar qurilishlarga mana tushunishim bo'yicha, men o'zim fikrim bo'yicha buni qilib yurgan odam qilgani yaxshi. Tushundim. Hamma sohani o'zini ustasi qilgani yaxshi. Hamma bir-birini sohasiga burnini tiqib tashlasa bo'lmaydi. Bo'lmaydi, to'g'ri. Chumchuq solsa ham qasam solsin. Xo'p, tushundim, bo'ldi. Kirib keldik, ofisni tushuntirdik. O'rtada joy qolgan. Bu yerda mana bu joyimiz nima bu? Bu joyimiz o'zi sex bo'lgan, hozirgi joyda, hozirgi vaqtda bu ombor, sklad. Sklad. Bular hammasi ombor sklad. Bu ham skladga topshirib qo'yilgan. Hozirgi vaqtda ombor sklad qilib qo'yilgan. Endi hammasi to'ladi emas, endi hozir to'laligicha to'la, lekin hammasi omborga mo'ljallashtirilgan. Bizani korxonamizni ham ixtisoslashtiryapmiz, spetsialni shunga faoliyat turi ombor. Sklad uchun ombor ijaraga. Bu yoqda ham sklad, bu yoqda sklad, mana bu konteynerlar nima? Bular ham skladga? Konteynerlar bular endi vaqtincha turgan narsalar. Bular olib chiqib ketiladi, bo'ldi. Skladning ichini bitta qisqa ko'rsatib o'taylik, nima? Endi baribir menimcha, endi albatta meni fikrim, bu yerda xarid qilgandan keyin o'sha siz aytganingizdek bitta tadbirkor keladi-da, maksimal darajada foydalanadi bu yerda. Yoki turar joy qiladi, yoki bozor qiladi, yoki gostinitsa qilib qo'yadi-da. Endi men oldindan sizga uzr gapingiz bo'ldim. Oldindan bitta naqani aytmoqchiman. Men o'zi boshida o'ylagan edim, bu yerda ko'rgan bo'lsangiz, boshidan oxirigacha bu yerda mebelning xato. Katta mebel va gilam markazi qilish mo'ljal. Biznes center qurib turib, katta qilib. Mana shu hammasini yig'ib turib bitta joyga. Tepa qavatlarida o'quv yoki mehmonxona bo'lsa ham, masalan, 3 qavatini shunga ixtisoslashtirib katta bir mega markaz qilmoqchi. Xullas, biznes planni ham bitta biznes planni ham men endi taklif aytib tushundim. Xo'p, omborlarimizni patologi baland. Patologi baland. Necha metr patologi? Patologi 6 metrdan baland. 6 metrdan baland. Bu yerga bemalol hech kimdir оборудованиясini olib kirib olsa ham umuman muammo yo'q. Umuman muammo yo'q. Bu yog'i 7 metr, bu yog'i 6 metrdan baland. Oldi 6, bu yog'i 7. Tushundim. O'shanda mana devorimizning orqasi ko'cha hozir. Devorimizning orqasida ko'cha bor. Ko'cha bor. Tushundim. Bu yerda keyin akam aytdilar, boya 630 talik tepasi bor. 630 talik transformatorimiz bor. Hamma kommunikatsiya sentralniy o'tgan oldimizdan. Bukvalni 15-20 metr oralig'ida.
elektr energiya yaxshi. Xo'p. Suvimiz zo'r, suvimiz oldimizdan o'tgan, kanalizatsiyamiz markaziy quvur mashqdan o'tgan. Endi bular hammasi qonuniylashtirib, hujjatlashtirib, hujjat asosida, ruxsat asosida qilinadigan narsalar. Lekin men aytmoqchimanki, materialga unaqa katta rasxod ketmaydi, xarajat ketmaydi. Orasi yaqin. Hozirgi kunda masalan, obodonlashtirilmagan, o'zlashtirilmagan yerlarga domlar, turar joy majmualari qurilyapti. Lekin u joylarda masalan eshityapmiz, ko'ryapmiz. Kommunikatsiyadan muammo. Kommunikatsiyadan muammo. O'shalarga ham ko'p mablag' ketadi. Achki сооружение qurish kerak, svet tortib kelish kerak, suv tortib kelish kerak, endi va hokazo. Tushundim. Bu yerda unaqa narsadan muammo yo'q. Bu yerda unaqa narsadan muammo yo'q, hammasi oldida. Tushundim. O'shanda bu yerda biznesga agar ta'riflaydigan bo'lsak, juda ko'p yo'nalish bo'yicha ekan-da, to'g'rimi? Endi hamma o'zini yo'nalishiga burg'osa bo'ladigan. Hamma o'zini yo'nalishiga burg'osa bo'ladigan idealli 35 sotixli joy. 35 sotixli joy. Narxini aytamizmi yo murojaat qilishsinmi? Narxini o'sha ko'rsatilgan telefonda murojaat. Telefonda murojaat. O'zingizda o'sha o'rtada hech kim yo'q. Endi mehr ko'zda deydi. Kelishsa, Alloh qilib beriladi. Xudoyim yalla qilib taqdirni bitgan bo'lsa, tushunadi. Bo'lmasa, aka o'zingizlarning nomerni yozib qo'yamiz. Primoy, o'rtada hech kimlasiz, o'rta kashlasiz. Kelishadi, ko'rishsin, aylanib ko'rishsin, xuddi shunaqa mana shunday kommunikatsiyalarni tekshirsin, o'zining biznesiga mos keladimi yo'qmi tekshirib olishsin-da, tepasida savdo qilinadi unda. Xudo xohlasa. Sanjar aka, rahmat. Sog' bo'ling. Savdo esi. Ho'p.